Ha Bahadır, ne çakırdın? Instagram'a bir video aldı. Instagram'a video? Dahşet et. Nerede alacaksın onu? Şurada alacak mısın? Başka yer yok mu almaka? Etrafım darakla yine acayip çıralıyor bu. Ha, Şurada alamız. arkanda zontike kara. Zontikte yırtılı bir at beni. Bu musullanı yatışını kara. Yardı bu. Vay. Ana musullanı yatışını kara. Bilin. Rastsana vay. Onda bir halta musur yatıp bana. Yine şurada kontent alacaksın bize. Yani erten başka vilayettekiler, başka devlettekiler göredi. Özbekler şunun musur yaşıdayken komentinde yasta karın gelem gemiyor mi? Doğru aytasan Toxtat dur. Rastlanam qarasam bir uyatam gerek ku mesela. Oturada kedichilar o'tiradi da, yoshlar o'tiradi ko'pincha. Bunday qarasan, sen doğru aytib tursan. Demak, hurmatli Shavotliklar kanalining, Shavotliklar gruppasining hurmatli a'zolari, rostdan ko'rib turganingizdek bir Shavot tumanidagi Kamoljon ota istirohat bog'idagi yoshlar dam olib, yoshlar emas, katta kichikmi, oilasi bilan, do'stlari bilan va toza havoda dam oladigan yerlarimiz. Endi meni ko'nglimizni xira qildi. Beni ko'ratan bo'lsangiz, bir yil oldin chigadi, bir hozirgi yoshlarga yaxshi narsa yarashmaydigan o'xshaydi. Bu yerda qara, yeydi, ichadi, keyf etadi, kelchilik etadi. Bu yerni musur etmek nega kerak ya? Bizani ko'rib turgan yoshlar Shavotimizni chiroyli deb chiroyli etib saqlab yerlarni bir. Bu yerda bolalar bilan oilaviy kelamiz demamoqqa. Tunugida yaqinda bola oilaviy o'tib borayotiradi, bir ikki kedichi yapışıp yaptı. Şu kediçiler kolleja baraman deb chiqadi shular. Ya kolleja baraman deb chiqadi, ya maktabga baraman deb chiqadi. Uyingda ota-onasi bo'lsa, nera borayotasan? Nechata bir sana tergamaydi. Balam nerda? Qizim nerda? Qizim nerda? Kolleja ketadi. Kolleja boradi, ibera keladi. Qara, musullarni qara, billarni qara. Nimani qara? Musullarni qara. Yeydi, ichadi, tashan vejlarni qara. Bunga hech narsa emas, sen onunga qara. Yo'q. Yaxshi narsa yarashmaydi. Ta hozirgi yoshlarga yaxshi narsa yarashmaydi. Shunday imkoniyatlar. Yo'q, hozir bir narsa desang, sen ham yosh vaqtida o'tirmaganmisan yoshlar. O'tirib bu darajada bo'lmaganmiz yoshligimizda, to'g'rimi? Biza qo'ldan ham tutmaydi oyadi. Meni qara, meni qarasan, ha. Voy billah, meni qara, baqlashgan, ichgan musur. Meni qara. Qara. Buni yozib tashlaganlarni qara. Bilet. Bilan musurchilar bilan. Ana bir beçarlar ortadi yana. Qara yozda plus bir narsa, ekan plus afang deb yoz, boshqa deb yoz biletlar. Ne bularni qara, baqlashkalarni. Zingib urib ketaverganlar. No'la yeb ichgan salfetkalar, zing'allar bilmas salfetkalar, no ortgan bular. Bu yerni qara. Pasti qara, hech mo'zahlar. Mana qarasan. Musurchi, gap egasini topib turib bu yerdan meni musurchi deb aytib meni yozib bermanglar, yozaveringlar. Ishtiroqim to'lashga tayyorman men. Şu tozalıq üçün, şu xalqımızı chiroyli yashashi üçün. Buni qara bilan. Chekasan, ichasan, shura zing'itib urasan axir. Shuni ham hayot bo'ldim, shuni ham yashash bo'ldimi-da. Hali bu hech narsa emas. Ina bu ko'rib turgan yon boshingdagi ozera bor-ku. Ha? Ana shuni yon boshingdagi musulni ko'rsang, yig'laverchak ekansan uqa. Berani olganligimda. Gördingmi shuni chiroyli manzarali, dam olib o'tirsang toza havo, toza kislorod chiqib turgan yerni aytib qo'ygan ishlarni ko'rsatmay keldim sen. Qana nerda? Gel bu yoqda. Buna bu musur gibi chisti. Ufti. Resmi musurxona ekan bu arkasi, ha? Ana. Qo'rg'onlik tarafından gelip ketib beravergansan. Buni kim tashiydi ekan buni? Odamlar hayronman-da. Masalan, musur yig'ilib qolgandan keyin murojaat qilib beradilar. Musur yig'ilib qoldi. Musurni kim tashiydi? Musurni o'zlarimiz tashiymiz. Odam tashiydi musurni. Musurga yo'q narsani o'zi. Hurmatli do'stlar, hurmatli Shavotliklar, bu Shavotliklar kanalimiz Instagramda, Telegramda, YouTube'da tashkil qilindi. Agar obuna bo'lmasangiz, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlarimiz. Shavot yangiliklar, ko'proq yaxshi narsalarni ko'rsatishga harakat qilaman, lekin immuniy narsalar ko'ngilda xira qiladigan narsalar bo'lsam, tanqidiy fikrlar ham обязательно bo'ladi. Tanqid bo'lmasa hech yerda rivojlanish bo'lmaydi. Shunda Shavot bu Kamoljon ota istirohat bog'i bu hammamizniki. Bizlar bolalarimizdan to kattalarimizgacha просто madaniy hordiq qolish uchun bu yerga keladi. Shuning uchun bu yerni chiroyli saqlashimiz uchun daraxtlarni ko'ribsizlar, panorama chiroyli joylar, mana ko'm-ko'k. Ayrim bir molparastlar esa molparast tarbiya ko'rmagan yoshlarimiz esa shunday bir narsalarni musurat bilan tashab yaxshi holatda sunnatmi turibdilar. Nima deymiz? Esa sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.